voy meni qiyshuv sinib ketdi. Bilaman aka, uy sharoitida o'zingiz kesib ko'rgansiz, xuddi shunaqa noto'g'ri kesgansiz. Bu videoda qanaqa qilib to'g'ri oyna kesish yo'lini sizlarga o'rgataman. Ketdik. Shu 4 ta xatoni qilmasangiz, oynangiz to'g'ri kesiladi. Birinchi xato, stikleringiz oyna kesadigan yeng sotib olasizda, srazi oyna kesasiz. Bu birinchi xato. Srazi oyna kesish kerak emas. 5-6 marta yurg'izib olish kerak. Bunday qilib, iloji boricha 10 ta yurg'izsangiz ham bo'ladi. Uchi ochilib oladi, keyin yaxshi kesadi oynangiz. Mana shunday qilib yurg'izib olasiz. Ikkinchi xatoyingiz oynani moylamasdan kesishingizda bo'ladi. Moylamasdan kesganda nima bo'ladi? Moylamasdan agar qattiq botirib kesganda mana shunaqa oqarib iz bo'lib qoladi. Noto'g'ri sinishiga yana sabab bo'ladi. Sizning uchinchi qiladigan xatoyingiz oynani qattiq bosib kesishingizda bo'ladi. Qattiq bosib kesganda mana shunaqa oqarib ketib qoladi. Buni noto'g'ri sinadi. Buni me'yorda o'rtacha bosish kerak. Oynada sikleringiz ovozi chiqsa bo'ldi mana. Yumshoq botirib kesasiz mana. Bu oqarib ketdi, bu to'g'ri kesildi, ko'rdinglar? Mana buni noto'g'ri sinadi. Sizni 4-chi qiladigan xatoyingiz bitta kesgandan keyin, "Voy, yaxshi kesilmay qoldi" deb ustidan yana qayta yurg'izish bo'ladi. 100% noto'g'ri sinadi oynangiz. Bitta kesdingizmi, agar ishonch hosil qilmasangiz, xuddi shuni orqa tomoniga o'girib, orqasidan kesishingiz kerak bo'ladi. Mana hozir endi real 2 marta yurg'izib ko'ramiz, qanaqa sinagin ko'rasizlar. Yurg'izdim. Yana yurg'izdim. Ko'rdinglar? Qiyshuv sindi mana. Mana hozir boshlaymiz. Bu yengi oyna kesadigan yurg'izib olamiz. Qattiq botirib, uchini ochib olamiz. Bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Tayyor uje kesishga. Ana endi buni uchiga moy tomizamiz. Lineykali bo'lsa, lineykada kesasizlar. O'rtacha botiramiz. Bo'ldi, mana kesildi hozir. To'g'ri sinadi endi. Mana ko'rdinglar? Idealni bo'ldi. Tekis kesildi. Ana endi uy sharoitida bemalol oyna kesa olasizlar. Bu videoni uyda oyna kesa olmagan o'rtoqlarga jo'natib qo'yinglar. Bizning profilga, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.